Ulamolar aytadilarki, bolani odobi ota-onadan, chunki ota-ona bolasiga oyna bo'ladi deydi. Xalqimizda qush o'z inida ko'rganini qiladi degan maqol bejiz aytilmagan ekan. Bola ota-onasini holini ko'rib katta bo'lar ekan. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisalom bir ayolni o'z bolasini chaqirayotganini ko'rib qoldilar. U ayol qo'lini berkitgan holda bolasiga, "Bolam, oldimga kelsang senga xurmo beraman" deyardi. Bola esi yugurganicha u yoqdan bu yoqqa qochib yurardi. Payg'ambarimiz alayhisalom u ayolga qarab, "Agar bolang oldinga kelsa, rostdan ham berarmiding?" dedilar. Shunda, "Ha, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qo'limda xurmo bor, agar kelsa berardim" deydilar. "Agar shunday qilmasang, unda sen yolg'onchi bo'larding. Sana yolg'onchi deb yozilishligi kifoya bo'lardi" dedilar. Bundan qaytardilar. Qarang, hatto bolasini yolg'ondakan mana shunaqa aldab chaqirish